Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Zayrix Uz. Sizlar bilan Roblox o'yinida mashq kartani o'ynab ko'ramiz. Ochiq Robloxni bugun tortdim. Hozir o'ynab ko'ryapman. Mana men bilan tavsiya bo'ladi. Aybga buyruq olmaysizlar. Men hozir birinchi kartam bu. O'ynab ko'rishim. Nimadir kamchilik yo xato bo'lsa kommentariyaga sekin yozaverasizlar. Mana buni qaranglar, bizni nomimizni yozib, bizga joy qilib qo'yishar ekan. Hozir bizni personajimizni metkalab shu joyga bor deyapti-ku, qana borib ko'raylik. Tek oldik, tezda qochdik. Yana o'ldiroradi o kelib bo'lmasa. Menimcha buni qo'ysak bo'ldi endi. Yana men bu metka bilan qaysi joy ko'rsatyapti? Borib ko'raylik qani. Upgrade shop. Menimcha kuchaytirish shekilli bu, ha shunday. Qaysi birini kuchaytirsak bo'ladi? Pul yetarli emas debdi. Hozir yana bitta brain rot olib kelamiz. O'zi tushkulgimadim shekilli. Mana bu yerda uyimizni upgrade qilsak bo'lar ekan 1 millionga. Menim shuncha pul uchun yana 1 soat o'ynasak kerak. Bizga yana o'rgatyapti. Birorta brain rotni borib olib kelyapti. Qani borib o'sha turuvchi nimandir olib kelib ko'ramiz. Voy, juda tez kelgan. Yana o'ldik. Qaranglar. Bitani ham sho'za bo'lar ekan. Bu bilan nima qiladi ochig'i? Bilmadim. Men hozir borib shu metkadagini olib kelishga harakat qilamiz. Hozir bo'ldi menimcha. Lucky blok ekan bu. Yaxshi qo'limizdagini ham tushiravermadi. Ekranda Camel Lucky Block. Buni ham qo'ysa kerak menimcha, uyga borib olib. Xo'sh, ikkinchisini ham qo'limga oldim. Buni qo'ydik. Qani endi ana o'tirib bu yerda ekan. Buni ham hozir men bu yerga qanday qo'yamiz? Joyiga qo'ymasak ham ochilib ketdi. Buni kattaligini sekundiga $77 yaxshi. Buni unda place brain rot bo'ldi, mana buni ham qo'yib oldik. Keyin akalar brain rot olishga juda ham ko'p harakat qildik, lekin o'ldik. Yana o'ldik. Yana o'ldik. Oxirgi marta yana o'laman deb ketayotganimda men bunday narsa chiqib qoldi ekranda. Gift sovg'a ya'ni. Keyin qo'limda mana bunaqa brain rot paydo bo'lib qoldi. Menimcha men bu yonimdagi berdi shekilli. Ochig'i men buni tushunmadim boshida. Bunaqa trade chiqdi. Umuman tushunmadim bunisiga ham. Keyin sekin uyalmang demagina tinchgina uyimga borib olaveray dedim bu brain rotni. Borib qo'ydim ham. Bu yana yonimga keldi. Yana trade qilamiz dedi. Men trade'ga umuman tushunmaganim uchun nimadirlar qilib ko'rdim. Baribir o'xshamadi. Keyin akalar qo'ldagi 67 lik brain rotni ham berib yubordi. Buni ham oldik uyalmasdan. Endi buni ham joylashtirib olamiz. O'ziga rahmat aytib qo'ymoqchi edim u. Lekin ketib qoldi. Mana shu brain rotlarni qo'yib oldik. To'g'risini aytsam men bu shokdaman. Menga hali hech kim bu brain rot olib bermagandi. Bizda hozirchalik 4 dona brain rot bo'libdi. Pulimiz esa 252 million do'stlar. Men 5 yoniga chaqiryapti. 1 millionga kuchaytirdik. Keyin kuchaytirish uchun 10 million. Bunchani qachon to'plab olamiz o'zi men bilmadim. O'sha biz nimalardir upgrade qildik. Shu vaqtda bizga yana savob qilib ketishdi, mana brain rot berib. Buni ham indamay olaverdik. Endi o'zim olib kela olmaganimga yarasha rahmat bularga berishyapti. Buni ham sekin borib qo'yamiz. Qadam yurishim juda ham tez bo'lib ketibdi. Ancha noqulay bo'lyapti. Buni sekinlashtirishni to'g'rirog'i bilmadim bu yerda. Keyin akalar motivatsiya oshib ketib o'zim birorta brain rot olib kelmoqchi edim. Lekin yana ko'rib turganlaridek o'ldim. Yana bir marta urinishga shu brain rot olgani kelsam
qanday olaman deb turgan joyimda mana bunda yana brainrot tutqizib ketdi. Buni ham indamay oldim. Endi buni bazaga tinchgina olib borib olishim kerak. Rahmatligim shunaqa brainrot bilan berib turganlarga, oz-moz bo'lsa ham. O'zim ochiq umuman yaxshi brainrot olib kela olmadim. To'g'risi men o'zi umuman tushunmadim, bu o'zi brainrot bilan berib turadimi yoki faqat menga berishyaptimi? Hech tushunmadim. Buni ham qo'yib oldik. Shu bizda ikkinchi platkaga brainrot to'ldi. Pullarini yig'ib chiqamiz endi sekin. Jami bo'lib bizda o'sha 10 million pul yig'ildi. Bu pullarni hammasiga o'zimizni kuchaytirib olamiz. Inshoolloh tezlikni oshirsa yaxshiroq bo'ladi. Qo'ygan hamma pulimizni kuchaytirib olamiz sekin-sekin bosib. Shu bizda pul kamayishini qaranglar. Mana nihoyat pulimiz ham tugadi shu narsalar uchun. Ancha vaqtdan keyin do'stlar mana nihoyat sal uzunroq joyga yetib keldim. Ya'ni bu joy nomi Cosmic Area ekan. Shu yerdan bitta brainrot oldim mana bunday. $4 millisekundiga. Endi olib baxtli holda ketayotganimda o'z-o'zidan mana bu holatni ko'ringlar. Mana qo'lim sinmay urib yubordi. Qo'limda brainrot ham tushib qoldi va uni ustiga o'lib ketdim. Lekin hech qisi yo'q. Biz o'sha ikkita platkaga full brainrot to'ldi. Cosmic Areaga yana yetib keldim o'rtoqlar. Mana bitta brainrotni olamiz da suramiz. Yana kimdir urib qo'ymasa bo'ldi yo'lda. To'lqinlar ham juda tez keladigan. Tezlikni juda ham yaxshi oshirishim kerak bo'ladi menimcha. Bu to'lqinlarni ustiga yozib qo'yarkanam qanchalik tezligi, sekinligi. Yurishimni qaranglar o'rtoqlar tezligini. Shuni olib borib olsam menimcha yaxshi bo'ladi o'rtoqlar. Mana shu o'lmasdan birinchi o'zimiz brainrot olib keldik mana nihoyat. Cosmic Areadan buni ikkinchi etajga joylashtiramiz deganimda mana tushib ketdim. Qanday qilib sekinlashtirish to'g'risi bilmadim buni. Oxiri sekin qilib chiqib oldim. Endi buni ikkinchi etajga joylashtiramiz. Millisekundiga 178 juda ham yaxshi o'rtoqlar. Mana shunaqa brainrotni mana ikkinchi etajga to'ldirib qo'yishim kerak menimcha. Shunda yaxshi bo'ladi hammasi. Men bazadagi jamiki pullarni yig'ib chiqdim. Sama qancha bo'ladi to'g'risi o'zimga ham qorong'u. 280, 281. Unchalik yig'ishmabdi mana bunday oddiy brainrotlar. Shu 857 milliondan oshdi. Ikkinchi etajdagini ko'ramiz. Bu ham ancha to'plab qo'yibdi. Biz o'sha 1 billion bo'ldi akalar. Hammaga xayr o'rtoqlar. Keyingi videoda uchrashguncha hammaga sog' bo'linglar. Biz o'sha biz mo'ljali 1 edi. Uni ham qo'lga kiritdik. Qanunda xayr. Keyingi videolarda uchrashguncha